Dada! Dada! Men keldim. Tsitsi, Tsin. Tsitsi. Tsin, Tsitsi qani? Men uni ko'rmadim. Balkim sinfdoshlariga ketgandir. Tsitsi. Nima bo'ldi? Jan xola, Tsitsini ko'rmadingizmi? Yo'q. Nima bo'ldi o'zi? Yo'qolib qoldi. Tinchlikmi? Tsitsi. Tsitsi. 10 yildan so'ng. Jiyun, Jan xola, yana qon topshirishga keldingmi? Tsin qon topshirish markazining bo'lishkalarini yaxshi ko'radi. Ularni boshqa hech qayerdan sotib olib bo'lmaydi-da. Unga tayyorlab qo'yaman. Universitetga ketish yo'lida yeb ketadi. Hay, qizing uchun hammasiga tayyorsan. U o'qishi uchun hattoki 10 yil boqqan qari buqani ham sotib yubording. Oilamiz kambag'al bo'lsa, shu sababli bolaning o'qishiga xalaqit berib bo'lmaydi-ku. Yerni qanday haydaysan? O'zim uddalayman, hali kuchim bor. Jan xola, men boray bo'lmasa. Xo'p. Voy, shu oyog'i bilan yana yer ham haydamoqchi. Tsin. Mana bu senga yiqqan Hansen, 20 ming Hanji yuanim. Yuanning to'ng'ich Universitetdagi qizi. xarajatlaring uchun ol. Mana bu bulочkalarni ham yo'lda yeb ol. Xo'pmi? Voy, hozir kimga kerak bu bulochkalar? Shaharda bundan ancha yaxshi narsalar sotiladi. Dada, bu 20 ming faqat yeb ichishimga yetadi. Menga hali kosmetika, yangi kiyim-kechak va boshqa narsalar kerak. Men endi talabaman. Agar yasam-tusan qilmasam, kursdoshlarim ustimdan kuladi. Yaxshi tushundim. Sen hozircha borib, yaxshilab o'qigan. Pul masalasini esa men biror yo'lni qilaman. Xo'pmi? Tushundim. Yo'lda ehtiyot bo'l. Agar Tsitsi shu yerda bo'lganida, u ham hozir Tsitsiga o'xshab universitetga kirayotgan bo'lardi. Fanjan, Hansi, Hanji Yuanning kenja qizi. Tsitsi, Oyi, Siyatsi. Fansi, Yaqinda Fansi chet elga o'qishga o'qigan ketyapsan. onasi. Mana bu pulni ol. Bolaligingda mustaqil ekaningni va oilani pulini ishlatishni istamasligingni bilaman, lekin hali yoshsan. U yerlari begona yurt. Oyi, kerak emas. Meni bepul o'qishga qabul qilishdi. Yashash uchun esa stipendiyam bor. Agar qiynalsam, unda ishlayman. Siz xavotir olmang. Hammasi yaxshi bo'ladi. Mayli, seni majburlamayman unda. Dada, omadga erishganimda sizni topishga kuchim yetadi. Meni albatta kuting. o'n yildan so'ng Yundim kompaniyasi. Tsin, Dada, nega to'g'ri kompaniyaga keldingiz? Hamkasblarimni ko'rib qolsa-chi? Tsin, mana bu senga to'ying uchun yiqqan 500 ming yuanim. Sep qilasan. Ol, tez orada turmushga chiqasan. Dada esa hali kuyovni ko'rgani yo'q. Qachon bizni tanishtirasan? Dadam, to'y bo'lganida uni ko'rishga vaqtingiz bemalol bo'ladi. Hozir esa keta qoling, ishim ko'p. Chindan ham ishim ko'p. Boring, keting bu yerdan, keta qoling, dada. Ketingchi. Boring, keting.
mana bu kartoshka va tovuq tuxumlari o'zimizni tomorqadan olib yeb ol. Dada, menda hamma narsa bor. Xavotir olmang. Qayta qoling endi, xo'pmi? Ola qol, ol. Keyin ketaman. Azizam. Azizam. Azizim, nega to'g'ri ofisga keldingiz? Jeyson, Jonim, bu kim? Hansining bo'lajak turmush o'rtog'i. Shunchaki bir mardikor yo'l so'rayotgandi. Azizim, dadam to'yimiz haqida eshitib menga 500 ming berdi. Endi to'yga ham mashinaga pulimiz bor. O, qaynotam namuncha saxiy. Umuman ana u xasis sayliklarga o'xshamasa ekan, a? Dadamning aytishicha, siz siyaga bir o'zingiz kelib oyoqqa turishga harakat qilyapsiz. Bu albatta oson emas. To'yimizni eng katta Lyuxua mehmonxonasida o'tkazamiz. Ha, aytgancha azizam, ota-onam seni ko'rish uchun atayin siyaga kelishdi. Sen ham meni dadang bilan tanishtirsang bo'lardi. U kishiga rahmat aytmoqchi edim. Dadam, u odat ish bilan juda band bo'ladi. Lekin siz xavotir olmang. To'y kuni albatta keladi. Jeysonning oilasi Amerika aslzodalari. Meni kelib chiqishim necha yillardan beri meni pastga tortardi. Agar Jeysonga turmushga chiqsam, nufuzli xitoylikka aylanaman. Bu kambag'al oiladan qutulishim shart. Yuring, azizim. Fanjan, Hansi, Hanjuyaning kenja qizi. Salom, Fan xonim. Fan xonim, ko'pchilikni tekshirdik, lekin dadangiz haqida yangilik yo'q. Oqsoqlanish va tumordan tashqari boshqa biror belgi bormi? Bolaligimda meni o'g'irlab ketishayotgan edi. Mashinadan yiqilib tushganman. Ko'p narsani eslay olmayman. Qidirishda davom et. Xo'p bo'ladi. Dadajon, hozir qayerdasiz?